Yunusobod tumani Obod dehqon mahallasi navbatdagi kottejimizga keldik. Bu kottejimizda 2,5 sotuv, 5 ta xona, 4 ta sanuzul, 3 ta uch urindan iborat. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga mana bemalol bitta mashina sig'adi. Hozir uyni ko'ringlar, ichini obzor qilib beraman. Narxini oxirida aytaman. Mana bizda bu kiruvishimiz. Bizda zal. Zalimiz kattagina. Bizda sanuzul. Bizda oshxona. Bizda havolash shuncha qoldirilgan. Bizda bitta xona. Bizda sanuzul. Podoldan boshlasak. Podolimizni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu podolimizda jiyanlar mazig'i o'ynasa bo'ladi. Bu yerda mana divanlar qo'yib, bu yerga mana televizor qo'yib, maza qilib dam olsa bo'ladi. Bu yerda mana bizlar kotelnik. İkinci qavatga qoldik. İkinci qavatimiz ko'rinishi. Bundan boshlasak. Bu yerda bizlar sanuzul. Bu yerda bizlar xona. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xonamiz kattagina. Bu yerda bizlar sanuzul. Bizda yatta xona. Bizda yatta xona.